Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz, opa-singillar va aka-ukalar. Bugun men juda muhim masalani tushuntiraman. Iyul oyida pul olish, pensiyani vaqtida va to'liq olish. Qo'shimcha to'lovlardan bexabar qolmaslik uchun bajarib qo'yish kerak bo'lgan 5 ta ish haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot har bir pensionerga qaraydigan farzandlarga, yolg'iz yashaydigan keksalarga va pensiya hujjatlari bilan shug'ullanayotgan oilalarga bevosita tegishli. Chunki bitta ariza vaqtida berilmasa, bitta ma'lumot yangilanmasa yoki bitta hujjat yetishmasa, odam o'ziga tegishli pulni kech olishi yoki umuman ololmay qolishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring, hoziroq kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bu yerda oddiy tilda amaliy misollar bilan nimani qayerda tekshirish kerakligini tushuntirib beraman. Avvallari ko'p pensionerlar bir xil tartibga o'rganib qolgan edi. Pensiya kuni keladi, pochta xodimi olib keladi yoki bank kartaga tushadi. Odam bor bo'ladi, tamom. Ko'pchilik pensiya tayinlangan bo'lsa, endi hech narsa qilish shart emas deb o'ylaydi. Lekin hozirgi tartibda ko'p narsa ma'lumotlarning to'g'riligiga, bank kartaning ishlashiga, yashash manzili yangilanganiga, shaxsiy hujjatlar amal qilishiga, ayrim toifadagi pensionerlar uchun qo'shimcha to'lovlarni tasdiqlovchi hujjatlar borligiga bog'liq. Men amaliyotda ko'p ko'rganman, odam pensiya oladi. Lekin uning pasporti yoki ID kartasi muddati bilan bog'liq muammo chiqadi. Bank kartasi bloklanadi, yashash joyi o'zgargan bo'ladi. Lekin pensiya jamg'armasi yoki bankdagi ma'lumot yangilanmagan bo'ladi. Natijada pul hisoblangan bo'lsa ham uni olish cho'ziladi. Yana bir holat, pensionerga qo'shimcha ustama parvarish puli nogironlik bo'yicha to'lov yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha qayta hisoblash tegishli bo'lishi mumkin. Lekin odam ariza bermagani uchun bu pul o'z vaqtida chiqmaydi. Iyul oyida nega aynan shoshilish kerak? Chunki yoz oylarida ko'p odamlar safarga chiqadi, qishloqqa ketadi, farzandlar ta'tilga chiqadi, tashkilotlarda ish rejimi biroz sekinlashadi, ayrim hujjatlarni olishga navbat ko'payadi. Shuningdek, oy yakuniga yaqin to'lov ro'yxatlari shakllanadi. Bank va pochta orqali tarqatish jadvali tuziladi. Agar siz muammoni oyning oxiriga qoldirsangiz, bugun hal bo'ladigan ish keyingi oyga surilishi mumkin. Shuning uchun men pensionerlarga har doim aytaman, pul masalasida ertaga boraman degan gap eng xavfli gap. Eng avvalo, men har bir pensionerga o'z shaxsiy ma'lumotlarini tekshirtirishni maslahat beraman. Bu nimani anglatadi? Ism, familiya, tug'ilgan sana, pasport yoki ID karta raqami, yashash manzili, telefon raqami, bank kartasi ma'lumotlari va pensiya turi bazada to'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Bitta harf xato yozilsa ham ayrim tizimlarda mos kelmaslik paydo bo'ladi. Ayniqsa eski pasportdan ID kartaga o'tganlar, familiyasini o'zgartirgan ayollar, yashash manzilini boshqa tumanga ko'chirganlar, yaqinda bank kartasini almashtirganlar bunga alohida e'tibor berishi kerak. Masalan, Toshkent viloyatida yashagan pensioner ayol farzandining oldiga Samarqandga ko'chib ketdi. Lekin pensiya hujjatidagi manzil eski holatda qoldi. U pensiyasini kartaga olayotgan edi, bir muddat muammo bo'lmadi. Keyin bank kartasini yangilash kerak bo'ldi. Bank esa yangi kartani rasmiy ma'lumotlar bilan bog'ladi. Manzil va hujjat ma'lumotlaridagi tafovut sababli qo'shimcha tekshiruv talab qilindi. Ayol bir necha marta bankka qatnadi, keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qildi. Agar u iyul boshida ma'lumotni tekshirtirib qo'yganida, pensiya kuni kelganda asabiylashmas edi. Yana bir oddiy misol, pensionerning telefon raqami o'zgargan, bankdan SMS kelmaydi, karta bo'yicha tasdiqlash kodlari eski raqamga ketadi. Pensioner pul tushmadi deb o'ylaydi. Aslida pul tushgan, lekin u mobil ilova yoki bankomat orqali tekshira olmayapti. Ba'zida bank kartasi xavfsizlik sababli vaqtincha cheklanadi. Shuning uchun men birinchi qadam sifatida shuni aytaman. Iyul oyida pasport yoki ID kartangizni, bank kartangizni, telefon raqamingizni va yashash manzilingizni tekshiring. Buni bank filialida, pensiya jamg'armasi bo'limida, davlat xizmatlari markazida yoki mavjud elektron xizmatlar orqali aniqlashtirish mumkin. Kimlar albatta xavotir olish kerak? Birinchi navbatda yaqinda hujjatni almashtirganlar, boshqa tumanga ko'chganlar, kartasini yo'qotgan yoki yangi karta olganlar, pensiyani ishonchnoma orqali olayotganlar, nogironlik guruhi bo'yicha pensiya oladiganlar va yolg'iz yashaydigan pensionerlar. Kimlar nisbatan tinch bo'lishi mumkin? Agar siz har oy pensiyani kartaga olayotgan bo'lsangiz, karta ishlayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz yangi bo'lsa,
manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, baribir tekshirish zarar qilmaydi, lekin sizda xavf kamroq bo'ladi. Ikkinchi muhim masala pensiya qayerga va qanday tushayotganidir. Hozir ko'p pensionerlar pensiyani bank kartasi orqali oladi. Ayrim hududlarda yoki ayrim toifadagi keksalarda pensiya pochta orqali yetkazib berilishi mumkin. Lekin odam aniq bilishi kerak. Mening pensiyam qaysi yo'l bilan berilyapti? Qaysi bankka bog'langan? Karta muddati qachon tugaydi? Karta bloklanmaganmi? Pochta ro'yxatida ismim bormi? Men ko'pincha shunday vaziyatga duch kelaman. Pensionerning kartasi muddati tugagan, lekin u kartaning old tomonidagi oy va yilga e'tibor bermagan. Masalan, kartada 0724 deb yozilgan bo'lsa, bu karta 2024 yil iyul oyigacha amal qilgan bo'lishi mumkin. Yangi karta olinmasa, pul hisob kelishi mumkin. Lekin undan foydalanish qiyinlashadi yoki bank operatsiyani cheklaydi. Pensioner esa davlat pensiyani bermadi deb o'ylaydi. Aslida ammo pensiya tayinlanishda emas, karta xizmatida bo'ladi. Yana bir misol. Ota pensiyasini pochta orqali uyda oladi. U yil oyida qishloqdagi qarindoshiniga ketadi. Pochta xodimi keladi, odam uyda yo'q. Keyin pulni olish uchun pochtaga borish, shaxsni tasdiqlash, ba'zida qayta jadvalga tushish kerak bo'ladi. Agar oldindan pochtaga xabar berilsa yoki kartaga o'tkazish masalasi ko'rib chiqilsa, muammo kamayadi. Ayniqsa sog'ligi yomon bo'lgan, yurishga qiynaladigan pensionerlar uchun bu juda muhim. Men tavsiya qiladigan amaliy qadam shuki, iyulning birinchi yarmida bankka boring yoki ishonchli farzandingiz bilan kartani tekshirtiring. Karta ishlayaptimi? PIN kod esdami? Karta muddati tugamayaptimi? SMS xabarnoma to'g'ri raqamga ulanganmi? Bankda shaxsiy ma'lumotlar yangimi? Bularni aniqlang. Agar pochta orqali olsangiz, mahalla yoki pochta bo'limidan to'lov kunini, ro'yxatda bor yo'qligingizni. Agar uyda bo'lmasangiz nima qilish kerakligini so'rang. Bu savollar mayda tuyuladi. Lekin pul kuni kelganda aynan shu mayda narsalar katta muammoga aylanadi. Uchinchi masala ko'pchilik bilmaydigan, lekin juda muhim bo'lgan masala. Sizga faqat asosiy pensiya emas, balki qo'shimcha to'lov, ustama yoki qayta hisoblash ham tegishli bo'lishi mumkin. Men buni alohida ta'kidlayman, chunki ko'p pensionerlar menga qancha chiqsa, shuni olaman deb yuradi. Lekin ayrim holatlarda odamning yoshi, sog'ligi, mehnat staji, nogironlik holati, qaramog'idagi shaxslar urush yoki mehnat faxriysi maqomi, yolg'iz yashashi yoki boshqa ijtimoiy holatlari qo'shimcha to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, bir pensionerning umumiy pensiyasi 1 million 200 ming so'm bo'lsin. U ilgari ishlagan yillari bo'yicha ayrim hujjatlarni topshirmagan. Arxivdan ma'lumotnoma olib kelinsa, staj yoki ish haqi bo'yicha qayta hisoblash bo'lishi mumkin. Natijada pensiyasi 1 million 300 ming so'mga chiqishi ehtimoli bor. Bu oyga 1 ming so'm farq degani. Bir yilga hisoblasak 20 million 800 ming so'm bo'ladi. Odam bu pulni yo'qotib qo'ymasligi uchun o'z ish staji to'liq hisoblanganmi? Oylik ma'lumotlari to'g'ri olinganmi? Arxiv hujjatlari yetarlimi? Shuni tekshirtirish kerak. Yana bir vaziyat. Nogironlik guruhi bo'yicha pensiya yoki nafaqa oladigan odam tibbiy ko'rik muddatini o'tkazib yuboradi. Ba'zi hollarda hujjat yangilanmasa, to'lov vaqtincha to'xtashi yoki kechikishi mumkin. Men bu yerda hech kimni qo'rqitmoqchi emasman, lekin real hayotda bunday holatlar bor. Ayniqsa tibbiy hujjatlar, komissiya xulosalari, nogironlik muddati, parvarishga muhtojlik holati bo'yicha sanalar aniq kuzatib borilishi kerak. Agar muddati iyul yoki avgustga to'g'ri kelsa, uni oxirgi kunga qoldirmang. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalarda ham o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Masalan, farzand o'qishga kirgan yoki o'qishni tugatgan. Kunduzgi ta'limda o'qiyaptimi yoki yo'qmi? Bu ma'lumotlar to'lovga ta'sir qiladi. Talabadan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, pul kechikadi. Shuning uchun iyul oyida aynan o'quv yili tugashi va yangi o'quv yiliga tayyorgarlik davri bo'lgani uchun boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar hujjatlarini oldindan aniqlashtirib qo'yishi zarur. 4-narsa. Ishonchnoma, meros va oila a'zolari orqali olish masalasini tartibga solish. 4-muhim narsa pensiyani kim olayotgani va qanday asosda olayotganidir. Ba'zi pensionerlar yoshi, sog'ligi yoki uzoqda yashagani sababli pensiyasini farzandi, nabirasi yoki boshqa yaqiniga ishonchnoma orqali oldiradi. Bu mumkin bo'lgan tartib, lekin hujjat to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Ishonchnomaning muddati, unda pensiya yoki bank mablag'larini olish vakolati aniq yozilganmi?
notarial tasdiq bormi? Bank yoki pochta uni qabul qiladimi? Bular juda muhim. Men shunday holatni ko'rganman. Ona kasal bo'lib yotib qolgan. O'g'li uning pensiyasini olib kelib turadi. Ishonchnoma muddat tugagan, lekin oila buni sezmagan. Pensiya kuni bankka borishadi. Bank pul bermaydi. O'g'il asabiylashadi, bank xodimi ham qonunni buzolmaydi. Keyin notarius, shifokor uyga chaqirish masalalari bilan vaqt ketadi. Agar bu ish iyul boshida tekshirilsa, oy oxiridagi muammo bo'lmas edi. Yana nozik masala bor. Pensioner vafot etgan taqdirda oila a'zolari oxirgi oy pensiyasi, dafn puli yoki tegishli boshqa to'lovlar bo'yicha qanday murojaat qilishni bilmasligi mumkin. Bu mavzu og'ir, lekin hayotiy. Hujjatlar tartib bilan rasmiylashtirilmasa, pul olish cho'ziladi. Oila a'zolari o'lim guvohnomasi, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjat, ariza va boshqa talab qilinadigan hujjatlarni tayyorlashi kerak bo'ladi. Men har doim aytaman, bunday vaziyatda mish-mishlarga emas, rasmiy tashkilot xodimining yozma yoki aniq og'zaki tushuntirishiga tayaning. Ishonchnoma orqali pul olayotganlarda yana bir xavf bor. Pensionerning o'zi pul qancha tushayotganini bilmay qoladi. Men buni juda nozik, lekin zarur masala deb hisoblayman. Farzandlar halol bo'lsa ham, pensioner o'z puldan xabardor bo'lishi kerak. Har oy qancha pensiya tushdi, qancha naqd olindi, karta qoldig'i qancha, buni yozib borish kerak. Agar pensioner savodsiz bo'lsa yoki ko'zi yaxshi ko'rmasa, ishonchli ikki kishi oldida tekshirish mumkin. Bu nafaqat pulni himoya qiladi, balki oila ichidagi tushunmovchiliklarning oldini oladi. 5 va eng asosiy ish. Agar sizda qayta hisoblash, qo'shimcha to'lov, karta almashtirish, manzil o'zgartirish, tibbiy hujjat yangilash, ishonoma rasmiylashtirish, stajni tasdiqlash yoki boshqa masala bo'lsa, iyul tugamasdan ariza bering. Ko'p odam telefon qilib so'radi, mahalladan aytishdi. Qo'shnim shunday dedi bilan kifoyalanadi. Lekin pul masalasida eng kuchli narsa bu ariza va hujjatdir. Ariza topshirilgan sana ko'p hollarda keyingi hisob-kitob uchun muhim bo'lishi mumkin. Arizada nima yozish kerak? Men oddiy shaxsga tushuntiraman. Avvalo, kimga murojaat qilayotganingizni yozasiz. Tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga, bank filialiga, davlat xizmatlari markaziga yoki tegishli tashkilotga. Keyin o'zingizning ism familiyangiz, pasport yoki ID karta ma'lumotlaringiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingizni ko'rsatasiz. So'ng muammo yoki talabni aniq yozasiz. Pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Bank kartam almashtirilgani sababli yangi karta ma'lumotlarini bog'lab berishingizni so'rayman. Yashash manzilim o'zgargani sababli ma'lumotlarni yangilab berishingizni so'rayman. Qo'shimcha ustama olish huquqimni tekshirib berishingizni so'rayman. Eng oxirida sana va imzo qo'yiladi. Qaysi hujjatlarni tayyorlash kerak? Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya daftarchasi yoki pensiyaga oid ma'lumot, bank kartasi rekvizitlari, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, mehnat daftarchasi yoki stajni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomalari, tibbiy xulosa, nogironlik hujjati, o'qish joyidan ma'lumotnoma, nikoh yoki tug'ilganlik guvohnomasi, ishonchnoma kabi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir holatda ro'yxat farq qiladi. Shuning uchun men bitta universal maslahat beraman. Bor hujjatlarning asl nusxasini va nusxasini olib boring. Ariza topshirganingizni tasdiqlovchi belgi, ro'yxat raqami yoki qabul qilingan sana haqida ma'lumot oling. Qayerga borish kerak? Agar masala pensiya miqdori, qayta hisoblash, staj, qo'shimcha to'lov bilan bog'liq bo'lsa, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilinadi. Agar masala karta, SMS, PIN kod karta muddati bankdagi blokirovka bilan bog'liq bo'lsa, bank filialiga boriladi. Agar hujjat almashtirish, ma'lumotnoma olish, ayrim elektron xizmatlardan foydalanish kerak bo'lsa, davlat xizmatlari markaziy yordam beradi. Agar pensioner yurishga qiynalsa, farzandlari yoki vakil oldindan telefon qilib, uyga xizmat, notariusni chaqirish yoki masofadan murojaat qilish imkoniyatlarini so'rashi kerak. Endi men eng ko'p xatoga sabab bo'ladigan nozik jihatlarni aytaman. Birinchisi, hamma to'lovlar avtomatik chiqadi deb o'ylash noto'g'ri. Ko'p ma'lumotlar tizimlar orqali almashadi. Lekin tizimda eski yoki noto'g'ri ma'lumot bo'lsa, avtomatik jarayon ham noto'g'ri ketadi. Ikkinchisi, bir marta pensiya tayinlangan. Endi umr bo'yi hech narsa tekshirilmaydi degan fikr ham xato. Hayotiy holatlar o'zgaradi, hujjat almashadi, manzil o'zgaradi, oilaviy holat o'zgaradi, sog'liq holati o'zgaradi. Uchinchisi, og'zaki va'da bilan cheklanmaslik kerak. Kelasi hafta hal bo'ladi, o'zi tushadi. Kutib
turing degan gaplar ba'zan to'g'ri bo'lishi mumkin. Lekin siz ariza bergan bo'lsangiz, sizda sana bor, murojaat raqami bor, keyin kuzatish oson bo'ladi. To'rtinchisi, hujjat nusxalarini tartibli saqlash kerak. Men pensionerlarga alohida papka tutishni maslahat beraman. U papkada pasport nusxasi, pensiya hujjatlari, bank rekvizitlari, tibbiy hujjatlar, arizalar nusxasi, javob xatlari bo'lsin. Bu oddiy papka bazada bir necha oylik sarsonlikning oldini oladi. Beshinchisi, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hozir pensiyangizga qo'shimcha pul chiqarib beraman. Kartangizga iyul oyida yordam puli tushadi. Kodni ayting. Pasportingizni rasmga olib yuboring. Bankdanman, SMS kodni ayting deydiganlar uchraydi. Men qat'iy aytaman, SMS kodni hech kimga bermam. Karta raqami va amal qilish muddatini begonalarga yubormam. PIN kodni aytmam. Rasmiy xodim hech qachon sizdan telefon orqali SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir shunday desa, darhol suhbatni to'xtating. Bankning rasmiy raqamiga yoki yaqinlaringizga murojaat qiling. Endi men sizga juda aniq tartib beraman. Bugun yoki ertaga birinchi ish qilib hujjatlaringizni stol ustiga qo'ying. ID karta yoki pasport, pensiya hujjati, bank kartasi, telefon raqamingiz, agar bor bo'lsa tibbiy hujjat va eski arxiv ma'lumotnomalari. Keyin kartaning muddatini ko'ring. Bank kartangiz ishlayotganini bankomatda kichik operatsiya bilan tekshirib ko'ring yoki bankka boring. Telefoningizga SMS kelayotganini aniqlang. Agar kelmayotgan bo'lsa, bankda raqamni yangilang. Keyingi qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli tashkilotga murojaat qilib, pensiyangiz miqdori va hujjatlaringiz to'liq ekanini tekshirtiring. Mening pensiyam hisob kitobida stajim to'liq inobatga olinganmi? Qo'shimcha to'lov yoki ustama huquqim bormi? Hujjatlarimda yangilash kerak bo'lgan joy yo'qmi deb aniq so'rang. Agar xodim qo'shimcha hujjat kerak desa, ro'yxatini yozdirib oling. Faqat eslab qolishga ishonmang. Chunki uyga borganda bitta hujjat yoddan chiqadi. Uchinchi qadam. Agar manzilingiz o'zgargan bo'lsa yoki pensiyani boshqa usulda olishni istasangiz, masalan, pochtadan kartaga yoki kartadan boshqa bankka o'tkazmoqchi bo'lsangiz, ariza bering. Buni oy oxiriga qoldirmang, chunki to'lov ro'yxatlari shakllangandan keyin o'zgarish darhol aks etmasligi mumkin. To'rtinchi qadam. Ishonchnoma orqali pul olinayotgan bo'lsa, uning muddatini tekshiring. Agar pensionerning o'zi yurishga qiynalsa, notarius yoki tegishli xizmatlarni uyga chaqirish imkoniyatini oldindan so'rang. Beshinchi qadam, har oy pensiya tushganini yozib boring. Oddiy daftar oching. Sana tushgan summa, olingan naqd pul, qolgan qoldiqni yozing. Bu ayniqsa karta orqali pensiya oladiganlar uchun juda foydali. Masalan, iyulda 1.500.000 so'm tushdi. 1 million so'm naqd olindi, 500.000 so'm qoldi. Keyingi oy solishtirasiz. Agar summa birdan kamayib qolsa yoki tushmasa, darhol sababini so'raysiz. Odam o'z pulini kuzatsa, muammoni erta sezadi. Hurmatli tomoshabinlar, iyul oyida pensionerlar pul olish uchun e'tibor berishi kerak bo'lgan 5 ta asosiy narsa shular: shaxsiy ma'lumotlarni tekshirish, bank kartasi yoki pochta to'lov holatini aniqlash, qo'shimcha to'lov va ustamalarni so'rab ko'rish. Ishonchnoma va vakillik hujjatlarini tartibga solish hamda barcha ariza va hujjatlarni oy tugamasidan topshirish. Men bu maslahatlarni qo'rqitish uchun emas, siz o'zingizga tegishli pulni vaqtida to'liq va ortiqcha sarsonliksiz olishingiz uchun aytyapman. Agar siz pensioner bo'lsangiz, bugunoq hujjatlaringizni tekshiring. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga yordam bering, kartasini, hujjatini, telefon raqamini. Pensiya miqdorini birga ko'rib chiqing. Bitta vaqtida berilgan ariza, bitta yangilangan karta yoki bitta topilgan arxiv hujjati oilaga sezilarli foyda keltirishi mumkin. Sizda shunday muammo bo'lganmi? Pensiya kechikkanmi? Karta yoki hujjat sabab pul ola olmay qolganmiz? Izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner tanishlaringizga yuboring.